Yana bitta ma'lumot, Sog'liqni saqlash vazirligiga bir necha bor murojaat qilganmiz, yozma, og'zaki, ota-onalar yig'ilib borganmiz. O'sha Bositxonovani xonasiga kirib, vazir bilan ko'rishganmiz. Bizani muammolarimizni ko'rib, zudlik bilan ishchi guruh tuzib, undagi holatlarni aniqlab, dori-darmon, uni davolash metodikalari, nima qilsak ko'yka masalasini tezroq yechamiz. Bolalar mana o'layotgan ekan, bolaning holati og'ir. Hamma mutaxassislarni, olimlarni qo'yib, bir yoqadan bosh chiqazishlik shunchalik qiyin, shunchalik cho'zilib ketdimi? Shunaqa darajada cho'ziladimi? Kechagi bo'lgan uchrashuvda ham qilamiz, bajaramiz, moliyaga kiritamiz. Olimlar ishlayapti, ular ishlayapti, hamma ishlayapti, lekin rezultat yo'q. Gap shunda, hurmatli obunachilar, ko'rayotgan odamlar, bu kasallik bo'yicha sog'liqni saqlash tizimi ojiz. Men shuni ogohlantirmoqchiman. Uni yaxshi bilasizlar, mendan ham yaxshi bilasizlar. Sog'liqni saqlash tizimi jarga qulaganligini juda ham yaxshi bilasizlar. Lekin bu kasallik bo'yicha tushuncha ham yo'q. Yetib ham kelmayapti. Azgina kelyapti. Shuni amallab tiqyapmiz, shuni boshiga tiqyapmiz amallab. Shuning uchun ko'proq odamlarga tarqatinglar, manfaatli bo'lsin. Rahmat, ko'pdan.